Aziz yurtdoshlar, bugungi xonadonimiz Marhabo hududida 66G domda 9 etajli novostroykaning 6-etajida 3 xonadan iborat 83 kvadrat. Marhamat, uyimiz kirish holi. Marhamat, uyimizning bolalar uchun yotoqxonasi. Marhamat, uyimizning oshxonasi. Marhamat, uyimizning kattalar uchun yotoqxonasi. Azizlar, uyimizning kattalar uchun yotoqxonasida balkoni ham mavjud. Ya'ni zemniy balkon. Marhamat. Marhamat, uyimizning sanuzeli. Uyimizning sanuzeli alohida hojatxona. Tahorat uchun alohida maxsus joyi va dushavay joyi mavjud.